Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Cobalt mashinamizga vodiy bagajda eng baquvvatli uстановка qilib berganmiz. Bu bagajimizda hamma mashinamizga bor. Yaqinroq olib ko'rsating. Yondan qisadi, lekin yonni umuman qirib chizib qo'ymaydi. Mana bunaqa oddiy bagajga o'xshab, oddiy bagajda bitta ushadigan joyi bo'ladi. Kreplenasi ham juda ham yupqa bo'ladi, keyin plotnivetga yopishmaydi. O'sha hisobiga qirib chizib yupib qo'yish mumkin. Lekin bu vodiy bagajimiz original yasalgan, tagida o'zida rezinalari ham bor, qirib chizilmasligi uchun. Ikkita bolt to'shaydi, katta, baquvvat bolt to'shaydi. Oldida listlari ham bo'ladi, ovoz chiqarmasligi uchun. Bagajimiz, mashinamiz qancha yuk ko'tarsa ko'taradi. Keyin Cobaltimizga, Lassetimizga, hamma mashinalarga terma bagajlar ham bor. Buni alohida yechib olib qo'ysa ham bo'ladi. Kerak bo'lmasa, kerak bo'lsa qo'ysa ham bo'ladi. Bu tomda teshib, to'rtta joydan teshiladi tomda. Lekin bu teshilmasdan qo'yilgan varianti. Bu tarafda Lassetilarga, Nexus'larga, Cobaltimizga arzonroq varianti ham bor. Senkasi ozgina yuqoriroq bo'ladi. O'rtada profil bo'lmaydi. Bularga o'xshadi. Arzonroq varianti. Kimga narxlar qiziq bo'lsa, keyin pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Xohlasa hamma bagajlardan bor. Bu tarafda rabochi bagajlarimiz ham bor. Kimga arzonroq bo'lsa, Damas'niki, Nexia'niki, Cobalt'niki arzon bagajlar ham bor. Bu tarafda labomizga ham katta bagajlarni yasab qo'yganmiz. Nexia'ga o'xshatib, juda ham katta yasab qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Optimga ham, donaga ham qilib beramiz. Birinchi qo'ldan eng arzon qilib beramiz, xolos.